do'stlar, bir jarayonni ko'rib juda ham hayron bo'ldim. Abror Muxtorali videolarini kuzatib turaman, lekin kommentariyalarga e'tibor qilmagan ekanman va e'tibor qildim. Kommentariyada Abror Muxtorali bir axloqsiz bilan talasa yoki bir munozara qilsa, ana shu axloqsizni oldini olayotgan shaxslarni ko'rdim. Vatan tinchligini ko'ra olmayotgan bir provokator bilan talasa, ana shu provokatorni oldini olayotgan shaxslarni ko'rdim. Bir axloqsiz, xalqimizni ma'naviyatini bir buzmoqchi bo'lgan bir ma'naviyatsiz, bir saviyasiz aktrisa yoki bir qo'shiqchi bilan talasa, ana shu qo'shiqchi yoki aktrisa yoki aktyorni oldini olayotgan shaxslarni ko'rdim kommentariyada va yoqamni ushladim. Men bir narsani ochiq aytaman, 3 soatlik ma'naviyatsiz rolidan ko'ra yoki o'ldim kuydim degan qo'shig'idan ko'ra Abror Muxtorali bir 20 sekund bergan ilmiy munozarasi yoki bergan ilmiy bilimi million karra ustun deb hisoblayman. Million karra. E'tibor qilgan bo'lsanglar, ham siyosiy sohada, ham o'zini sohasida, lyuboy sohada debat qiladigan O'zbekistondagi yagona shaxs bu Abror Muxtorali hisoblanadi. Keyin kommentariyalar ko'zim tushib qoldi. Kommentariyada biri yozibdi: "Qara deydi, buni minib olgan mashinasini deydi. Qara buni yashayotgan uyini deydi. Iya, bir fohisha minib yuribdi-yu 10 milliardlik mashinani, bir o'g'ri minib yuribdi-yu o'shanaqa mashinalarni. Aslida bular emasmi haqli shunaqa mashina minishga? Shunaqa ilm sohiblari haqli emasmi aslida? Qanaqa saviyasiz shaxs bo'lib ketyapmiz?" Gapni cho'zib o'tirmayman. Noreal narsalarga e'tiborni kamroq qaratishni tavsiya qilaman. Shunaqa ilm sohiblaridan bir ilm o'rgangan ming marta ma'qulroq. Albatta, kommentda endi hozir ayrim balabollar kelishi mumkin. Bu aka endi bir Abror Muxtoralidan manfaat kutyapti yoki bir podxod qilyapti degan bir balabollar kelishi mumkin. Ular mazza qilish uchun shu fikrni aytaman. Mazza qil. Ha, albatta Abror Muxtoralidan bir manfaat kutyapman va podxod qilyapman.